Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun o'sha 19-21 pioner makka urug'ini birinchi kultivatsiyasi bo'lgan. Shunda men hozir qilingan xatolar haqida gapirib o'tmoqchiman. Mana asosiysi, agar to'g'ri olinishi kerak. Agar to'g'ri olinmasa, kultivatsiyada ham qiynaydi, ekishda ham qiynaydi, har narsada qiynaydi. Mana bu agat, mana ko'rib turganingizdek, mana bilan mana uni orasi ikkalasi yonma-yon bo'lib qolgan. Shuni evaziga shuncha joy o'rilib ketdi. Kultivatsiya tushmadi. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Kultivatsiya o'rib yuborgan. Agat olingandan keyin обязательно barana qilish kerak. Barana qilinganda yerda shu ekish yuzasi tekislanib, mana bu yer tekislanib, seltani o'rtada turadigan baloni chuqur past bo'lgan joylarda sakraganda mana ular ekilmasdan qolib ketmaydi. Ola chiqmaydi birinchi uchiribdi. Shunga alohida e'tibor berish kerak. Urug' ham tekis ekiladi bir xilda. Shunda ko'chat soni ham kamayib ketmaydi. Biz hozir bu yerga 80 ming ko'chat ekkan edik. Mana hozir hisoblasam bitta agatim 5 sotik atrofida chiqadi. Shunaqa o'rilgan yerlarni hisoblasam, где-то hammasini hisoblaganda shu 1,5 agat, 2 agat, bu где-то 5-7 sotikcha joy o'rilib ketdi. Ko'chat soni kamaydi. Endi makkani holati bo'yicha, mana makkani holati birinchi kultivatsiyadan keyin e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana siyoh rang, ozgina siyoh rangga o'xshab turibdi. Mana uchlari mana siyoh rangga o'tgan. Mana ozgina. Bu amofos yetishmayotganligini belgisi bu. Bu makkaga, bu yerga amofos solinmagan. Biz bargidan berib yuboramiz fosforli o'g'it deb niyat qildik. Fosforli o'g'itni berib, tagidan lekin suprafos soldik. Endi hozir bunga mana bargini ko'rib turganlaringdek teshib tashagan. Ko'rpa qovugandek qilib qurt tushib qoldi bu yerga. Ko'p emas, lekin bor. Birinchi avlodi chiqyapti. Mana bu ham qurtni belgisi. Endi bu yerga hozir sistemli dori sepaman degan odam, puli bor odam sistemli dori sepsa bo'laveradi. Men kontachniy, ya'ni tekkanda ta'sir qiluvchi lambda sigaltron tarkibli Dalate Plus dorisini sepaman. Fosforli o'g'itiga P54 fosforli o'g'iti va bunga birinchi marta Ekarut degan dori bor, ildizni tomirni rivojlantiradigan. Shu Ekarutdan qo'shib sepib ko'rmoqchiman. Rezultati qanaqa bo'ladi? Ko'ramiz. Shu 600 talik raketa apparatida sepaman. OVXda emas, qo'l apparatida emas, shu raketada sepiladi zahari. Mana biz ham shaharli manaqa makka degan qizlarimiz borda. Ha, marojniy egani kelganda bular ishlayman deb abid bo'lmay qonni ochdi bularda o'sha. Bunga hozir mana shular 2000 so'm pul so'rayapti mendan. Ikkalanga 2000 dan 4000 mi yo 2000 bo'ladimi? 4000 mi? Mana 4000 ekan. Maqsad bu yerda ularni ozgina mehnatga yotqizish xolos.
Mana shunaqa har bitta qilayotgan ishimni sizlarga ko'rsatib video qilib tashlab o'tib ketaman. İşte men qilgan xatoni qolgan dehqonlarimiz qilmasin. Bu pioner urug'i haqida ham to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Xudo xolasa bu yil ko'ramiz. Qanaqa hosil beradi, maqtaganicha bormi, yo'qmi, hammasini batafsil gapirib beraman. Menimcha bundan buyog'iga faqat shunaqa har bitta urug'ni sinab har yili yaxshi yomonligi haqida shu javob beradimi yo'qmi, talabga kitobiday emas, shu ekilgandagi rezultat haqida Xudo xolasa ma'lumot berib o'taman. Mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib qo'yasizlar, gruppaga a'zo bo'linglar va tarqatib qo'yinglar.